Kechki Toshkentdan alangali salomlar o'rtoqlar. Hozir G90 ni reklamasini oldik. Hozir bolalar montajini tugatyapti. Ulgursak bugun qo'yamiz. Так, o'rtoqlar, biz Genesis Motors ofitsialniy представительство bo'lganimizga men Genesisni hamma modelini olib kelib qo'yishga majburman. 6 xil modeldan 2 xil komplektatsiyadan 12 ta mashina kelyapti. Jeepdan tortib kichkina sedani, G80, G70, GV70, kupesi hammasi kelyapti. Birinchi bo'lib mana o'rtoqlar G90 keldi. Sedani kaltasi. Bu kalta bo'lgani bilan navoroti mana bilan bir xil. Bularda men video davomida ham aytganman, 2 xil motor bo'ladi. 3.5 motor gibridniy ustanovki. Buni o'zi $5000 turadi. Amma bu limuzinda hammasida gibridniy motor bo'ladi. Mana o'rtoqlar gibridniy ustanovka mana mashi, zaryad qilinmaydi. 4 ta ballonga kuch beradi. Ekonomичность 415 ta ot kuchi bunda. 3.5 turbosida 375 ta bo'ladi o'rtoqlar. G90 135 mingdan 150 minggacha lavriyat qiladi.